Uyg'ur xalq cho'jaklaridan at boqar. Boron boron ekan, at eg'ili o'ron ekan. At boqarning boqqani bo'z at bilan to'riq ekan. Bir podshohning ikki yaxshi eti bo'lib, biri bo'z, biri to'riq ekan. Podshoh bu ikki etini to'lim yaxshi ko'rar ekan. Shunga ikki atqa xos at boqar tanlab, boshqa atlardan ayirib boqtirar ekan. At boqar ikki atning ahvolini har 15 kunda bir qatam podshohga ma'lum qilib turar ekan. Shunga podshoh at boqarga ishinar ekan va uni rostchil odam deb bilar ekan. Bir kuni podshoh amaldorlari bilan suhbatlashib o'tirib, at boqarni zodil yolg'on aytmaydigan odam deb ta'rifini qildi. Shu on o'nqul vazir o'rnidan turib, "Men yolg'on aytqizsam, qanday qiladilar?" debdi podshohga. Podshoh, "Yolg'on aytqizsam, podshohligimni berman. Aytqizolmasam, kallangni olaman" debdi. O'nqul vazir buningga rozi bo'ldi. Podshohning amri bilan ko'pchilik bir putuk tutdi. Hammasi guvohchi ekanligi haqida mehrini besibdi. Mehri yo'qlari barmaqani besibdi. Shundan keyin o'nqul vazir at boqarga qanday qilib yolg'on aytqizishning chorasini o'ylabdi. U at boqarning yeniga berib, bo'z at bilan to'riq atning ahvolini so'rabdi. Andin at boqarga, "Sen bugundan boshlab bu ikki otni yo'qot" debdi. At boqar hayron bo'lib, "Qandoq yo'qtiman? Yo'qolsa podshohga nima deyman?" debdi. "Yo'qtish oson" debdi o'nqul vazir. "Men qizimni sana beraman. To'yda o'sha ikki otni so'ysan. Podshohga atlar o'lib qoldi deysan" debdi. At boqar uzoqdan beri o'nqul vazirining qiziga g'oyibona oshiq bo'lib yurgan ekan. Shu neri berisini ancha ko'p o'ylamayla o'nqul vazirining deganiga ma'qul bo'ldi. At boqar to'yning qarali to'shishdan bir kun avval ikki otni o'nqul vazirining uyiga avatib beribdi. Ikki ot so'yilib, go'shi to'y kuni mehmonlarga tortilibdi. Kechda vazirning qizi at boqarning uyiga ko'chirilibdi. To'y o'tib, atlarning ahvolini podshohga ma'lum qilish vaqti yaqinlashgan sari at boqarning beshining ichimi teshimi qaytibdi. Podshohga nima deyish to'g'risida ko'p o'ylanibdi. Axir uning kalasiga mundaq bir aql kiribdi. U at eg'inining nerisidagi do'nga bir tal yog'ochni sanchibdi. Yog'ochga o'zining tunuqini kiydirib, andin yenib kelib, yugurgan peti yeliqi yog'ochning oldiga beribdi-da, uni podshoh bilib, "Salom, hurmatli shohim" debdi. Burungi odati bo'yicha, "O'zing obdan turdingmi? Bo'z at bilan to'riq at omonmi?" debdi podshoh. At boqarning yuragi jiq qilib, yuzi o't opdi. U o'zini tutib olib, "O'lib qoldi" deb bo'lib, "Asta, bu so'zim qolmasmidi" deb burilib uyiga qaytibdi. Ats yana yeliqi o'zi yasab qo'ygan yog'ochning yeniga yugurib berib, "Salom, hurmatli shohim" deb salom beribdi. Shohmi tunagungidekla, "O'zing obdan turgansan, bo'z at bilan to'riq at omonmi?" deb so'rabdi. "O'g'ri elib ketdi" debdi-da, "Asta, bu so'zim texmi qolmasmidi" deb yana uyiga yetib kelibdi. Uyini yog'ochning oldiga berib salom beribdi. Shoh uning salomiga salom qaytirib, atlarning ahvolini so'rgan ekan, at boqar, "Bo'z at bilan to'riq at o'nqul vazirining qazinida qaynadi" debdi. Shuning bilan to'g'ri javob topding deb at boqarning ko'ngli yorib, xushal bo'lib uyiga qaytibdi. Ang'ich atlarining ahvolini podshohga ma'lum qilish qarori to'shibdi. Podshoh o'tgangi va'dasi bo'yicha hamma amaldorlarni yig'ib o'ltiribdi. At boqar o'rniga kirib keldi-da, "Salom, hurmatli shohim" deb salom beribdi. Podshoh, "Ha, o'zing obdan turgansan, bo'z at bilan to'riq at omonmi?" deb so'rabdi. At boqar, "Bo'z at bilan to'riq at o'nqul vazirining qazinida qaynadi" deb rostini aytibdi. O'nqul vazirining yuragi bo'g'ilib, chiroy birdan to'tirib ketibdi. Podshoh ko'pchilikdan, "Rost aytdimi, yolg'onmi?" deb so'ragan ekan, ko'pchilik, "Rost aytdi" deyishibdi. Podshoh putukchini chaqirib, yeliqi putukni o'qibdi.
va'da bo'yicha jallodni chaqirib, boshqalarni ozdurib, yolg'on aytishga da'vat qilgan o'ng qo'l vazirining kallasini opdi. Rost so'zlik otboqarni o'ziga o'ng qo'l vazir qildi. Shuning bilan otboqar ot beqishdan qutulib qoldi.